Assalomu alaykum. Meni ismim Sarnoz. Yoshim 34 ta. Eriga tekman. Erim ko'p ichadi. Ichib ura borardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri erimdan ko'nglim qalib ketdi. Qaynotam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimni ukasi menga mehribon edi. Uylanmagan bu yoq edi, qaynukam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimni ukasi shundaqalar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimni ukasini yoqtirib qoldim. U ham meni yaxshi ko'rib qolganda, yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarni birida qaynukam "Kelaya, zerikmayapsizmi?" deb namoq tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir erimdan darak yo'q edi. Qaynukam "Keling keliniga, siz bilan iliqlik qilamiz" deb nag'lay aytdi. Shokka tushdim. Biroz "Nima deganingiz bu? Dilshodbek" deb aytdim. Lekin o'zimga yoqib ketgandi. Uni iliqligi. "Yo'q keliniga, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Ayta olmay yurgandim. Keling, yaqinlik qilamiz" deb taklif berdi. "Bo'l ekan" dedim. "Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi. Sizga yoqadi" deb yana namoq tashladi. Kunlar o'tdi. Erim boshqasiga uylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib bo'ldim. Yig'lab yubordim. Axir erimga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimni ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik somsalar olib kelardi. "Keliniga, sizga olib keldim. Ariqlab ketdingiz. Nima, biror o'ylavingiz bormi?" dedi. "Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi" dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi, chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimni ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam, qaynotam Jizzaxga Zominga dam olgani ketishdi. 5 kunga uyda erimni ukasi bilan qoldik. Katta hovlida. Hovlini suprog'andim. Erimni ukasi orqamdan kelib quchoqladi. "Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni baxshiga ayting. Sizni bedoringizga to'y bo'lay, chunki sizni yoqtirib qolganman" deb bo'ynimdan o'pdi. Men shokka edim, lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erimni ukasi quchoqlab olib, umuman qo'yib yubormasdi. Hasan Husanchalarimdan eza boshladi. "Oh" deya maza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab, ko'tarib oldida xonaga olib kirib ketdi. Spalnikiga yotqizdi. "Nima qilyapsiz, Dilshodbek" degandim. "Hozir ko'rasiz kelinoyi" deb ustidagi kiyimlarni yechdi. Bitta turusida qoldi. Menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rossa ustimga chiqib, Hasan Husanchalarimni eza boshladi. "Oh, oh" deya maza qilardim. Sekin meni yechindirdi. Yechindim. Sirazu pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib, pomidordan yallay boshladi. Oh, maza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltayi qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-chi osmonga uchganimda tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar mazza edi. Qayni ukam ham rohatlansa, ishni bajarib bo'lib yuvib oldik. Kech tushdi, ovqatlanib oldik. Yana kelib yopishib ketdi. Erim bilan meni yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik. Qayni ukam bilan hech bunday maza qilmagandim. Erimdan ko'p mehrni shu qayni ukamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam, qaynotam keldilar dam olishdan. Hech narsa ko'rmagandek yurardim. Men ham, qayni ukam ham. Yarim kechalari xohlab qolsam, tashqariga bir chiqardim. Qayni ukam sezardi. Kelishib olgandik. Tashqariga chiqsam, meni xonamga kirasiz degandim. Xo'p degandi. Tashqariga bir chiqardim, yana qaytib kirardim. Orqadan qayni ukam kirardi. Qaynotam, qaynonam uxlab yotgan baytlari yarim kechasi qayni ukam bilan ertalabgacha maza qilardim. Oxiri